Manda eng ko'p so'ralgan o'zimiz zakaznoy retseptimi bugun shedriligim tutib sizlarga ham o'rgatib qo'ymoqchiman. Buning uchun kefir yoki qattiqqa soda qo'shamiz. Bu orada tuxum shakarni o'tpoqqina qilib ko'pirtiramiz. Ustiga salat yog'i, qattiqli emasdan unli mahsulotlarni elakdan o'tkazib solamiz. Tayyor massani 3 ga bo'lamiz. Pergamin solingan listda pishirishni boshlaymiz. Kremi uchun bizga vaqt sinovidan o'tgan 45% pyure milka qaymog'i va quyoncha varyoniy molokosi kerak bo'ladi. Varyoniy molokoni bitta mikser qilib, keyin esa qaymoqli massaga qo'shib ko'pirtiramiz. Zo'r krem bo'ladi, qizlar, ishoninglar. Pishgan go'shtlarni avval propitka qilamiz, keyin esa krem bilan yaxshilab to'yintiramiz. Eng ustiga ozroq krem suramiz va muzlatgichga jo'natamiz. Водяной banada cho'ko kremni eritib olib, salat yog'i qo'shamiz, pirojnoyimiz ustidan qo'yib tekislab yuboramiz. Xohishga ko'ra yana ustiga o'zingizlar yoqtirgan shokoladlaringizdan to'g'rab sepib bo'ladi. Rostdan barakali shirinlik chiqadi. Xohlasanglar mehmondorchiliklarga yoki mehmon kutganingizda tayyorlasanglar ham hamma sizlardan shu shirinlik retseptini aniq so'raydi. Bittagina like bosib, menga tez podpiska bo'ling.